ideal odam yo'q. Sizlarga bordek tuyulishi mumkin, men tushunaman. Kimdir ideal bo'lishni xohlaysizlar, lekin ideal odam yo'q. Odamlar odamlarni ideallashtiradi. Misol uchun, meni ideal deb o'ylayman. Men juda ham ko'p eshitganman, men IELTS'im 9, kimdir IELTS 9 deydi Davron akani. IELTS topshirmagan hech qachon. Guinness rekordiga kirib $1 million olgan deydi. Kitobni deydi, bitta qaritdi deydi. Shuna o'tkazib tashlaydi, eslab qoladi deydi. Borimdan ortig'im bordi yoki borimdan yomonim. Ya'ni odamni, konkretni odam obyektiv ko'rish juda qiyin. Misol uchun bitta odam bor, bitta shaxs bor. Men deydi, deylikdan meni kimdir yomon ko'radi. Tabiiyki, meni yomon ko'rgandan keyin meni borimchalik ko'ra olmaydi. Hech qachon meni borimdan battar ko'radi. Meni yomon ko'radi, mashinnik deydi, o'g'ri deyishi mumkin, yana nimadir deydi, hamma gap tarqatishga harakat qiladi. Короче, men yomonman. Men o'zimni borim cho'tda bo'lsa, u inson uchun men mamnunman. Boshqa inson bor, meni kuzatadi, u menidan fanatim qiziqadi, qachondir YouTube'dagi o'sha rekordimni ko'rgan, nimadir ko'rgan va men mamnun bo'lsam, u meni mamnun ko'radi. Ana meni o'zimni ko'rish qiyin. Buning uchun meni ancha yillar tanish kerak. Hech kim ko'p o'ylash, men nazarimda eng katta minus, odamning eng katta minus. Men nazarimda men bitta narsani o'ylayman, hayot qisqa, resurslar cheklangan, mas'uliyat ko'p va nima, dunyosining tog'i hammasi bor, o'sha hit, realni. Yana bitta narsa bor, menga rosa yoqadigan bitta gap bor. Maqol to'y bilan janoza bir kunda o'tar. Men bitta bir kishi o'lgan, janozamni yig'layapti. Shuna qo'shni mahallada hamma o'yinga tushib turgan bo'lar, to'y bola. Bu realnost. Yani qayerdadir kimdir nima oddiy bitta artist o'lib qolsa ham odamlar haftalab yig'lab yuradi. Ba'zilarida men bilaman. Birorta tam muhabbati ertib ketsa ham ketdi 10 yil. Bunaqa bo'lish kerak emas deb o'ylayman. Bunaqa bo'lish kerak. Odam konkretni mana miyani nimaga bergan insonga o'zi olib qarasangiz, odamni ongni olib qo'ysangiz, hayvondan hech qanaqa farqi yo'q. Biologik funksiyalar bir xil, nasl qoldirish, ovqat yeyish, boshqa narsa olmaymiz. Plus ongimiz bor ekan, biz qanaqadir o'zimiz tahlil qilamiz, boshqa qilamiz va hokazo. Ras onging bor ekan. O'zgartira olmaydigan narsangiz siqilish ongsizlik emasmi? Hech narsa qila olmaymanmi? Misol uchun men hozir borib Afrikadagi bolalarni ovqat bera olmayman. Imkoniyat ochlikdan qutqara olmaysiz. Ha, buni men 24 ga 7 o'ylab yurishdan nima naf? Men bittagi konkretni meni mas'uliyatimdagi odamlarga zarar xolosmi? Ishni tashlash mumkin emas. Pul kelib turgan joyni tashlaymiz. O'zingiz bo'lganingizda balki tashlardingiz. Chunki erkak kishiga hech narsa kerak emas-da. Arendaga ham yashayveradi, ko'chada ham uxlayveradi. Erkak kishi normal hammasi. Oila bo'lgandan keyin o'sha все tugadi. Bunaqa eksperimentlar qilamiz. Ko'chada uxlaymiz. Och yura olmaysizlar, iloji yo'q. Shuning hisobiga ish tashlamagan holda bu yoq tomondan maksimal ravishda ko'proq ma'lumotni boshqachaga tiqish kerak. Til o'rganish kerak, investitsiya qilishingiz kerak miyangizga. Keyin 2 yil o'tadi, 1 yil o'tadi, miyangiz sizga investitsiya qilish boshlaydi. Ya'ni bu yoqdan o'zi ideyalar chiqish boshlaydi. Mana shu narsani juda ham ko'pchilik inson afsuski tushunmaydi. Winston Cherchill zo'r gapi bor. Agar qayergadir yetib bormoqchi bo'lsang va yo'lingda har bir akillagan itga egilib tosh otadigan bo'lsang, yetib bormoqchi bo'lgan joyingga hech qachon yetib bora olmaysan. Shuning uchun shaxsan men hayotga nisbatan umuman be'tiborman. Xuddi shunaqa agar qaror maqsadingiz bo'lsa, shunchaki o'sha maqsadingizga qarab boring bo'ldi. U kimdir nima deydimi, kimdir nimadir qilyaptimi, kommentingizga nima yozyaptimi? Вообще gitara bor, to'rt marta gitara. Umuman u insonlar sizga daxli yo'q, siz umuman bu insonlarga daxlingiz yo'q. Va hokazo. Shuning uchun yana bir marta, agar deb hamma narsaga e'tibor beraversangiz, maqsadingizga erishishga to'ppa kuchingiz yetmay qoladi. Shuning uchun gaz. Sog' bilan omon bo'ling, meni rivojlantiring. Stress divanda yotishdan kelib chiqadi, harakatdan emas. Harakat jarayonida agar qiyinchiliklarga e'tibor bermasdan, to'xtamasdan faqat oldinga yursangiz, katta ehtimol